Turizm sohasida ishlash ko'pchilikga orzusi, necha pul topish ham juda qiziq. Kelinglar, bugun sizlar bilan men turistlarni qanday aylantirib va qancha pul topish mumkinligini ko'rsataman. Turistlar asosan chiroyli gостиница va chiroyli mikroavtobuslarni zakaz qilishadi. Bugungi mehmonimiz o'sha hammamiz biladigan Hindiston xalqi. Hindistonlik turistlarimiz bilan Amirsoy tomonga yo'l olamiz, ya'ni 105 kilometr yo'l bosib o'tamiz. Turistlar tushgandan keyin mashinani bir sidra tozalab olamiz. Bu ishning eng yomon joyi shu kutish payti bo'ladi. Bugungi turistlarimiz yana qaytib chiqishdi Amirsoydan. Endi Toshkentga qarab yo'l olamiz. Amirsoydan qaytib keldik. Shu bugungi kunimiz atigi $150 bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi, arzimaydimi?